Assalamualaikum dostlar. Bugün men sizlarga Minecraft'ta tegin tartuvda öğretем. Tegin onu Minecraft tartuv şart emas. Mana oyunda ko'rib turgan bolsangiz, mana oyunda crafting and building degan bu oyun. Bunu crafting and building. Hozir men sizga Google Play'dan topib ko'rsataman. Mana o'sha oyun. Ko'rib turgandarsizlar, crafting and building. Qo'za qo'yib tartib olingizlar. 5 yulduz berib ketamiz. Beru dayan. O'ynaydi. O'ynay boshlaymiz. Kirilib жатыр. O'sha videoni до конца ko'ringizlar, до конца. Bu shorts e-shop. Shortsda до конца ko'ratinglar bormi? Kirib olayın hozir. Bu internetda da o'ynaladi, internet. Bilsangizlar, play bosamiz. Sizlar birinchi created world deganda bosib ketmangizlar. Hech qachon. O'zingiz birinchi ko'rib olsangiz, mana bizlarning versiya mana yerda qarab tursangizlar, mana yerda store degan yer bor. Ko'rib turgan shoxlar, mana store degan yer. Basasiz. On skyblock dedi. Mana yerda bet. Bu hozir menda internetsiz istemay tur. Men hozir sizlardan qaysini yig'ib oladini ko'rsatayin. Bu yerda sizlar manani tartib olingiz kerak. Seed textures deganda ko'rib tursangizlar. Mana seed textures ko'rib tursangizlar, ko'rib turgansizlar. Textures. Sonra üstüne basasızlar. Ne yerda fire deb yozadi, fire deb yozilib turadi. Buni download qilish uchun internet kerak va kerak emas va bilmayman. Buni qayta bosib turaverib kerak va hozircha qatib o'tir. Kerak ekan. Tushunyapsizlarmi? Bu uchun internet kerak. İnternet download'da qayta bosaverasizlar. Setning kirasizlar. O'ziga bostalib ketdi. Buni endi bitta chiqa bir problemani ko'kasini ko'rsatadi hozir. To'xtab turingizlar hozir. Voy, nima kirib ketdim. Settings deganga kirib oldik. O'rshasında ol ne deb aytiladi? Настройки. Қазақшасында esa parametrlar deb aytiladi. Mana yerda ko'rib turibsizlar, seed textura packs degan yerga bir bosasizlarda mana ikki yer bor. Mana yerda olganda tekstura shag'i download bo'lgan. Activate deganga bosasizlar. Buni shortsga qo'yamba, nega qo'yamba bilmayman. Bu jayg'ana shidir. Men o'zim aktiv qilib qo'yaverdim. Bo'ldi. O'si men bino ayaqtirdi. Agar o'sin men video surganimda qalasangizlar, o'sha video 10 likedan ko'p, ya'ni ko'p просмотр kerakchi. Aytor like ko'p jinarsangizlar, o'sin beni o'sidan video chiqarатын bo'laman. Berni sog' bo'ling.